mol hol kirib, ekinni payhon qilib ketmasin deb devorni o'ylab topishgan. Keyin devor odamlarni odamlardan ajratib tashlagan. Endi aka-ukani bo'g'ish devorga chidasa bo'ladi. Vaqt kelib yo o'zi yemirlar, yo boshqa bir sabab bilan ot tashlanadi. Lekin aka-ukani yuraklari orasiga devor tushsa, mana bu yomon. Hovlini g'ish devor ajratsa, yurakni bemehrlik devori ajratib tashlaydi. Bilib qo'ylaring. Bu devor ko'ngillaringga ozgina orom berganday bo'lib tuyuladi. Ammo qiyomatdagi javobiga og'ir kechadi.